Azizlarim, bu $900 kvartiramizni kuni tuni kuzatib turadigan kameralari bor. Yot odamlarni kirgizmaydi azizlarim. 9-etaj emas, 10-etaj emas, 6 ham emas, 7-qavatdan 60 kvadrat. Shunaqa shinam, chiroyli. Pso. Ha, uni kelib oqartirsangiz chiroyli bo'ladi. Bir fasadga e'tibor beringlar azizlarim. Bu yerda 80% odam kelib yashayapti o'zi. Halilar o'shda bir statusini ushlab turgan. Mashalloh degan domlarimiz azizlar. Modetki plashatkada bugun sovuqligiga odam yo'q. Juda ko'p bolajonlar maza qilib o'ynaydi. Ha, dvordan kirganinglarda roppara deb adres bo'lyapti. Liftlarimiz ishlaydi. Ketdik, uyimizni ichki qismlarini ko'rishda davom etamiz. Do'stlar, liftlarimiz ishlaydi. Qaranglar, liftdan chiqasizlar, to'g'riga yurib turib, chapga burilasizlar-da. Liftdan chiqib turib, jich yurasizlar, chapga burilasizlar, o'ng tomondagi xonamiz bo'lyapti. 60 kvadratda 3 xonali qilib olsanglar ham bo'ladi. O'zinglar kelib bir plan bilan o'zi hozir turishi 2 xona plus kuxnyasi bo'lyapti. Aka keling to'g'riga. Qo'ldan kirdik azizlarim. Mana gazlarimiz kelgan, to'lqa bitta oqartirish qolgan. Mashalloh qilib yashab qo'yish kerak bu yerga. Kichkina oilalar kelib, kvartiramizni bahosi sizlarni ko'p kutilmasdan aytaman, har bir kvadrati 60 kvadrat bo'lyapti bu yerda. Kvadrati $900 dan. Faqat naqd pulga azizlarim. Murojaat uchun raqamlarni qoldiraman, kelib ko'ringlar, liftlarimiz ishlaydi. Shoshilinglar, $900 dan yana ozgina kam bor. Do'stlar, bu zal bo'lyapti. Ha, zaldan chiqib, to'g'riga qo'lga yurib, aka yuradi. Azizlar, men eng qiziqqani bu domlarda qaranglar, sanuzuli bilan hammaga kerakli hojatxonalari alohida bo'ladi. Sizlar bilan zalni, kuxnyani ko'rdik. Endi keling aka, mana spalniyni ko'rsataylik. Mana azizlar, xohlasanglar bir detskiy spalniya qilib qo'yinglar. Chiroyli qilib domimiz. Mana aka, yaqinroq bering, azizlarimga bir manzarani ko'rsating-da. Mashinadan turib olib, pastda tomosha qilib tura olasizlar. Adreslari Qirg'iziston O'sh shahri, asha hamma bilgan Qurmanjandatka ko'chasi, biznes house qurgan 584 deb kela olasizlar. Navigator bilan Qurmanjandatka ko'chasi 584. Azizlar, 7-qavatda ko'ryapsizlar bolajonlarni. Mana shu domdan chiqib kelyapti azizlarim. Bu yerda o'zi kelib odamlar yashayapti. Ha, bu yerda maktab yaqin, hamma yo'q yaqinda azizlar. Parkovkadan umuman muammo yo'q. Azizlar, telefonni esdan chiqarib qo'yib ketaveribmiz. Biz ham reklamani qilib, Toshkentda 3-4 kunda amalib kelib, necha sohamizni ham esdan chiqarib qo'yishimizga oz qolibdi. Xo'p, telefon nomerlarini yozinglar. 0551 bilan 36 03 08. Qaytarman, 0551 bilan 36 03 08. Telefon qilinglar. Zo'r dom bu tabaka sentrning oldidagi azizlar, menga yoqadi.